Mana shu bolani taniyotganlar bormi? Bizning aktivimiz, kommentariyamiz, laykimiz bang'illatib olgan bola shu bola bo'ladi. Ayrim sabablarga ko'ra kecha kuni videoda joylanmadik. Hisob-kitob kecha qilib qo'yganmiz, lekin aniq bu narsa. Keyin biz hali hozirgi ko'rayotgan bo'lsanglar, ancha faol bo'lib ketdi bu challengeimiz. 42 million bo'libdi, 6 million bo'libdi deb turib, yarim pulini menga bersangiz yetadi deb shogirdga gap o'rgatmaymiz. Ana shu hisob-kitob bo'yicha aytilgandagi o'rdak pulni beramiz. Xo'p, kecha hisob-kitob qildik. 300 dollardan 300 dollarga ozgina yetmagan pul bo'ldi. 300 dollar maydalashib o'tiramiz. Bugunga o'tib ketganning hisobiga. Mana shu 300 dollar hisoblab beryapmiz. Mana 300 dollar ko'rishingiz mumkin. Turing endi qori bola. Xo'p, nima deysiz endi? Haqiqiy ekanmi? Ko'pchilik yozdi, ha, sizlar aldadinglar, hammaga o'xshab, hamma challenge bilan bir xil bo'lib ketdi deb. Bitta ko'rsatib qo'ying-da o'zini. Bizlar fashka emas, yarimta pastdan ko'rsatib bermaymiz biz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aktivni yoruvordinglar. Xudo xolasa bundan keyin yangiliklarimizni qo'yib boramiz. Iloji boricha endi mebellarimizni obzor qilishni boshlaymiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.